noche. بغني خالد صراحة. بدلت روح على الخلف. Assalomu alaykum do'stlar. Kuzatuv kamera tizimi 24 soat uzluksiz ishlaydi. Shuning uchun ular oldindan aytib bo'lmaydigan lahzalarni tasvirga olishadi. Aynan ushbu videoda siz kuzatuv kamera tasvirlariga tushib qolgan turli xil kutilmagan hodisa va voqealarni ko'rasiz. Demak, ekran oldiga yaxshilab joylashib oling. Lekin video boshlanishidan oldin like tugmachasini bosib, agarda kanalimizda yangilardan bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yishlikni unutmang. U hammasi uning nazorati ostida deb o'yladi, lekin otning fikri boshqa edi. Yuk mashinasi boshqaruvdan chiqib ketadi va atrofdagilarni vahimaga va sarosimaga solishga sabab bo'ladi. Lekin yaxshiyamki hech kim jabrlanmagan. Do'konga 1-2 daqiqa uchun kirgan bo'lsangiz ham, zilzila sizning rejalaringiz haqida qayg'urmaydi. Ish kuni allaqachon tugay deb qolgandi, lekin tortishish kuchining boshqa rejalari bor edi. Bu kishi o'zicha nimalardir qilmoqchi bo'ldi, lekin baribir o'xshamadi-yu. Uy ishlari rejaga muvofiq o'tdi, lekin uy hayvonlari ba'zi o'zgarishlar qildi. Charchoq mantiq ustidan g'alaba qozonganda va eshiklar kerak bo'lgandan biroz oldinroq yopilganda. Tog' etagida yashash kutilmagan hodisalarga tayyor bo'lishni anglatadi. Hayotda bunaqasi ham sodir bo'lib turadi. Imkoniyatlar kamdan kam hollarda yo'lda yotadi, lekin ba'zida shunday ham bo'lib turar ekan. Bu ayni juda baxtsiz tasodifning ko'rinishi mana shunday bo'ladi. Shoshmasangiz ba'zi siz kutganingizdan ham ko'proq g'alaba qozonasiz. Xonadondagi bo'sh joyni optimallashtirishga urinish haqiqiy falokatga aylandi. Oddiy tozalash asab tizimining barqarorligi sinoviga aylandi. Og'ir qutilar bilan ishlashda haddan tashqari ishonch yomon yordamchidir.
Ko'rinishidan u qor ko'tarila boshlaganda bino ostidan chiqish yomon fikr ekanligini darhol tushundi. Ushbu haydovchiga o'z mahoratini namoyish qilish uchun unga sport avtomobili kerak emas. Dorixonaga kirish juda qiyin bo'lib qoldi. Shisha va eshik shikastlandi. Xavfsizlik bo'yicha ko'rsatmalar bu ssenariyni oldindan aytib bermagan. Bunday vaziyatda haddan tashqari tezroq yugurish vahima emas, balki hisob-kitobdir. Velosiped yo'li kutilmagandan ertaroq tugadi. Kamera xavfsizlik maqsadida o'rnatildi va mushuk uni ishlash-ishlamasligini tekshirishga qaror qildi. Reja bo'yicha soch pasaytirish, ammo jadvaldan tashqari ta'mirlash. Hech kim kutmaganda sodir bo'lgan ushbu holatga qarang. Hududga kuchli bo'ron kelib, himoya daqiqalari odatdagi vaziyatni o'zgartirdi. Kutilmaganda sodir bo'layotgan hodisalar juda ko'p, xuddi ushbu videodagidek. Ushbu kiyim-kechaklar endi toza bo'lish uchun mo'ljallanmaganga o'xshaydi. Ushbu xonadon egasining kun uchun rejalari o'zgardi, chunki yo'l o'z-o'zidan toza bo'lib qolmaydi. Bunday holda asosiy narsa xonadonni almashtirmaslikdir. Aks holda barcha qo'shnilarni qo'rqitishi mumkin. Ko'tarilish oson bo'ldi, lekin tushish strategiyani qayta ko'rib chiqishni talab qildi. Ofis kameralaridan olingan yozuvlarning aksariyati jim va odatiy. Shuning uchun ham undan ajralib chiqadigan lahzalar ayniqsa g'alati ko'rinadi. Do'stlar, videoroligimiz o'z nihoyasiga yetdi. Endi esa videoga bir donadan like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishlikni unutmang.